Assalomu alaykum YouTube obunachilarim. Bugun men sizlarga hozir shu rezinkani qanday qilib chiroyli tikishni ikkinchi usulini ko'rsatib bermoqchiman. O'tgan darsligimizda xuddi shu rezinani yengga tikib ko'rsatgan edim va bunga qaraganda ingichkaroq rezina edi. Mana e'tibor berib qarasangiz, ikkisini razmeri 2 mm ga 2 xil bo'lib turibdi. Men hozir sizlarga yo'g'onroq bo'lgan variantini ko'rsatib bermoqchiman. Va bu hozir yeng uchun emas, lozimni pastki qismi baloq aylana uchun ko'rsatib beraman. Avval lozimni pastki qismini overlock qilib olamiz. 3 ipli babochka overlocklab olamiz. Keyin esa xuddi oldingi darsdagi ko'rsatganimdek rezinani ustidan ham emas, ostidan ham emas, teng o'rtasidan yuramiz mana. Xuddi shu joyidan, mana ko'ryapsizlarmi? Xuddi shu joyidan innani shu yerdan olib yuramiz. Ketdik. Birinchi qiladigan ishimiz mana gullarni ko'ryapsizlar. Ishib chiqib turibdi. Bu o'ng tomoni rezinani, bu tarafi esa ters tomoni. Avval o'ng tomoniga qaratib qo'yib olamiz. Overlock qilingan holda albatta. Yana bir muhim ma'lumot, overlock hammasi ko'rinib turishligi kerak. Mana xuddi shu holatda qo'yasiz. Overlock 3 ipli overlock ko'rinib turishligi kerak. Boshlashdan avval zakrepka qilamiz. Rezinani teng o'rtasidan yurgizasiz. Va qarab turing. Keyingisi rezinaning uch qismini va baloq tugashini uch qismi bilan ikkisini teng qilib ushlab olasiz. Overlock ham ko'rinib turishligi kerak. Tikayotgan paytingizda aynib ketmang. Xuddi shu usulda tortasiz. Tortgan vaqtingizda hibi material buralib qoladi. Shuning uchun teng o'rtasini ushlab olamiz mana. Men ko'rsatayotganday qilib bu barmog'imda va kelasi ikkita barmoqda ishlayapman. Overlock ko'rinib turibdi. Xuddi men tikayotgan usulda qilsangiz, noldan o'rganayotgan chevar ham bittada o'xshab chiqara oladi. O'xshatib tika oladi, ya'ni aytmoqchi bo'lganim. Endi qarang, tikayotgan vaqtingizda mana bu hibi material bo'lganligi uchun ostida o'ynab ketadi material. Shuning uchun mana bir qo'lingizda ushlab turibsiz chap qo'lda. Va ikkinchi qiladigan ishimiz ushlab turib qolgan 3 barmoq bo'sh qolyapti. Shu barmoqlaringiz bilan mana materialni rezinaga to'g'irlaymiz. Overlockni rezinkaga to'g'irlaymiz. Tep-tekis qilib. Endi tikamiz. Mana xuddi shu holda tortgan holda tikamiz. Bu rezinani orqasini tortmaymiz, chunki bu yumshoq rezinka. Odamning tanasiga ham botmaydi, hech qanday noqulaylik tug'dirmaydi. Shuning uchun mashinaga ham zarari yo'q. Boshqa rezinkalarda, qattiq yo'g'on rezinkalarda orqasiga yordam berishingiz kerak. Nima uchun deganda u qattiq va tikilishi ham qiyinroq bo'lganligi uchun orqasiga yordam beramiz. Ko'ryapsizlar qanday o'zi burib chiqyapti. Tikayotganingizda har bir detalga e'tibor bering va har bir chopga e'tibor bering. Shunda sizning ishingiz ideal holatda chiqadi. Xuddi shu usulda oxirigacha shunday tikib olamiz. Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Rezinkani bir xil holatda torting va sizda bir xil burilishlar hosil bo'ladi. Mana bu orqa ko'rinishi, bu esa old ko'rinishi. Sizlarga yaqinroqdan ko'rsatsam, mana ko'rdingizmi? Hech qanaqa rezina ustidan ham emas, teng o'rtasidan yurgizganmiz. Nima uchun deganda, agar men rezina ustki tomonidan yurgizsam, mana qarab turing. Mana bu rezinkamizni bu tep-tekis joyi sirtqi tomonga ko'rinib qoladi. Shuning uchun mana xuddi shu holatda ko'rinmaydigan qilib teng o'rtadan, ya'ni rezinkani to'xtagan joyidan yurgizasiz. Endi esa buni bunaqa bostirib tikishimiz kerak, to'g'rimi? Men enlikroq bostirish uchun bu rezinani eni kamlik qiladi. O'zim enlikroq bostirganni juda ham yaxshi ko'raman. Shuning uchun hozir sizlarga eng zo'r ma'lumotni aytib o'taman. Endi buni tikishimiz kerak. Mana o'rtadan tikib oldik. Endi esa buni eng chetidan 1 mm yurgizib olamiz. Oxirigacha eng chetidan rezinani. Nima uchun desangiz, hozir men buni buklab tiksam va rezinani o'zim tiksam, menda atigi 3 mm gina tikkan bo'laman. Sirtga bu chiroyli ko'rinmaydi. Shuning uchun hozir men birinchi rezinani tikib olaman va bu overlockdan bostiraman. Shunda menda 4,05 mm sirtki tomoniga tikish ko'rinib turadi. Bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Hozir men sizlarga buni tikib ko'rsataman. O'zingiz foydalanib ko'ring. Bu juda ham kerakli ma'lumot deb o'ylayman. Ko'ryapsizlar, barmoqlarimni matoni ostida qolib ketmasligi uchun yon tomonga tortib olib ketyapman.
Mana xuddi shu usulda oxirigacha 1 millimetrda tikib chiqamiz. Mana ko'rib turganingizdek ikkala tomonini tikib oldim. Xuddi shu usulda mana oxirigacha shunaqa chiroyli tikasiz. Orqadan qaraganda ikkita choq ko'rinadi. Ko'ryapsizmi? Ham toza chiqadi ishingiz. Endi esa biz buni mana bunaqa qilib o'ng tomonidan bostiramiz. Bostirayotganda e'tiborliroq bo'ling. Mana bu holatda bostirilib qolmasin. Rezinani ushlaysiz va matoni tortasiz va tagidagi materialni qo'lingiz bilan yotqizasiz. Endi esa qo'lingiz bilan mana tikayotganingizda bunaqa qo'lingizni qo'ygan vaqtingizda bu mato bir qavat va tagidagi qalin material sizni qo'lingizga bilinadi. Eng chetidan, ya'ni overlockdan yurgizasiz. Hozir ko'rsatib beraman. Overlockning ipini kesib tashlamadim, atayin kesmadim. Chunki hozir men orqasini boshida ozgincha tortishim kerak. Qarang, 2 barmog'imda rezinkani ushlab tortyapman va bu 3 barmog'imda matoni tortyapman. Va bu qo'limda esa mana dazmol qilib tagida qayerda material bor va qayeri bir qavat shuni tekshiryapman. Ketdik. Boshida zakripka berib olamiz va qarang, ikkita qo'lim bilan mana matoni buklab olib kirib ketyapman va chap qo'limda matoni tortmoqdaman. Bu dazmol deyiladi bizning tilda, ya'ni tekislab ketish xilbi material bo'lganligi uchun juda ham tez buralib qolaveradi. Shuning uchun qiyinroq noldan boshlayotgan o'quvchilarimizga. Qarang, bu qo'limda rezinani ushlayapman, chap qo'limda esa matoni. Ketdik. Xuddi shu usulda 0,5 tikamiz. Lapkani yonidan 1 millimetr mato qoladi hisoblaganda. Lapkani yonidan 1 millimetr mato qoladi. Va shu usulda oxirigacha tikib chiqasiz. Orqadan tekshirishingiz mumkin. Mana overlockni ustidan yuryapti. Oxirigacha shu usulda mana o'girib olib, qo'lingiz bilan tekislab olasiz va mana bu barmoq bilan men ushlab olyapman. Qayeri qancha millimetr baribir tiksangiz ham qo'lingiz bilan sezib borganingiz yaxshi. Qayta so'kib ishlamasligingiz uchun. Bu juda ham chiroyli chiqadi. Bundan oldingi darsimda buni ko'rsatmagan edim. Faqat rezinani o'zini tikib qo'yishni ko'rsatgan edim. Mana endi hozir sizlarga yaqinroqdan ko'rsataman. Bu orqa ko'rinishi, bu esa old ko'rinishi. Baribir ingichka tikkanga qaraganda yo'g'onroq tikkan juda ham chiroyli chiqadi. Razmerga solib ko'rsataman. Mana razmerga solgan vaqtimizda ham tikishimiz mana 1 santimetrni teng yarmi, ya'ni hozir qo'yib ko'rsataman mana. Ko'rdingizmi? Juda ham chiroyli va sifatli chiqadi. Orqalarini qarang va old tomonini qarang. Juda ham sifatli. Endi buni mana xuddi shu ko'rinishda zakripka berib olamiz. Qanday qilib aylantiradi? Aslida liboslarni hammasini tikib bo'lgandan keyin oxirida rezinani ikkisini mana bunaqa qilib bir-biriga birlashtirib olib, bu yerni birlashtirib olib, oxirida aylantirib tiksangiz ham bo'ladi. Menga shu qulay. Shuning uchun men shu usulda tikmoqchiman. Va sizlarga qanday qilib bu rezina chiqib qolmaydi, pastki tomoni musor bo'lib ko'rinib qolmaydi. Mana buni ko'rsatib beray. Mana shunaqa qilib bostirasiz va bu joyini aylantirib overlocklab olganingizdan keyin, menda hozir endi bitmagan lozim. Overlocklab olganingizdan keyin buni bir tomonini bunday qilib bostirib mana zakripka berib qo'yasiz xuddi shu joyga. Zakripka berib qo'yasiz, hech qanaqa musor ko'rinmaydi va top-toza chiqadi ishingiz. Keyin esa liboslarni tikishi bir tarafga qarashligi kerak. Bu tikish bir tomonga qarash uchun ham yordam beradi. Bugungi ma'lumot sizlar uchun foydali bo'ldimi? Agar foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Sizga qaysi rezina tikish turi yoqdi? Oldingi darslikmi yoki bu darslikmi? Fikrlaringizni izohlarda kutib qolaman va like bosib sahifamga obuna bo'ling. Yangi darslarni kuzatishda davom eting.